Qizlar, agarda siz haqiqatan ham sizlarga yuqori daromadlar, sayohatlar, uy, mashina shunaqangi daromadlarga tez, oson chiqishni xohlasanglar, bu mahsulotlarga zakaz olib, bemalol har bittasini insonlarga o'sha kelgandan keyin mahsulotlarni o'zlariga bersanglar bo'ladi. Eng zo'r tarafi bizda yomon pochta orqali uyingizga mana shunaqangi mahsulotlarni pochta orqali korobkalarda olib kelib qo'lingizga topshiradi. Siz qaysi viloyatdan, qaysi tumandan, qaysi shahardan bo'lishingizdan qat'iy nazar ko'chama-ko'cha olib yurmaysiz, o'zingiz qo'lingizga olib kelib topshiradi va sizga qo'shimchasiga har bitta xaridga sovg'asi bo'ladi. Hali bironta kompaniyada bunaqangi imkoniyat yo'q. Bundan keyingi istoriyalarimda hozir yana ham to'liq ma'lumotlarni berib, qiziqarli va juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlarni beraman. Kuzatib boring.